Akmal Hasanov Olimpiada o'yinlarida qirg'izistonlik bokschiga yordam bergan murabbiy. Menimcha butun O'zbekiston. Rostini aytsam, yuzlarini tanimasdim, lekin bu istoriya haqida o'qiganimda mana deb tanishtirib qoldilar, u olish kerak dedim. Gap yo'q. Bizani o'zbek mana trener, sbornda trener bo'lib turib, o'sha olimpiadaga qanday tushib qolgansiz? Biz terma jamoalar bilan deb o'zimizning terma jamoalari bilan olimpiadaga bordik. Olimpiadaga borganimizda endi eng yosh murabbiy men edim. Qaytib kelishim kerak edi. Bir hafta qolganda olimpiadaga boshlanishi arenaga kirdim. Qirg'iziston bokschilari murabbiyisi bilan yaxshi biz aloqamiz hammamizni. Meni taklif qildi, ishladik. Xudoga shukr, mana finalda o'zimizda Abdumalik Halakov bilan tushdi. Finalga chiqmadim. Xudoga shukr, yuzimiz yorug' bo'lib Abdumalik oltin. Halokov Abdumalik oltin medalni oldi. Bu kumush oldi. Tarixda endi Qirg'iziston tarixida bo'lmaganda birinchi marta. Eng qizig'i, bundan keyin Qirg'izistonning prezidenti chaqiribdi Qirg'izistonga. Nima sovg'a qildilar? Bu yoqqa Qirg'iziston prezidenti bilan ko'rishganimda u menga Chingiz Aytmatov medali berdi va Tracker avtomobili sovg'a qilib minnatdorchiligini bildirdi. Biz endi har doim tayyormiz. Любой viloyat davlatga yordam berishga, xudo xolasa. Gap yo'q. Просто do'stlar tarixda qolsin dedim. Akmal akaga отдельный like bosib boringlar. Respekt, отдельный.